Yoshligimda bobomning bir odatlarini yoqtirmasdim. U har doim menga hayotda qanday yashash kerakligi haqida zerikarli maslahatlarni berardi. Bu esa meni bemalol o'yinlar o'ynashimga to'g'anoqlik qilardi. Afsuski, bobomning vafotidan yillar o'tib, hayotning haqiqiy qiyinchiliklariga duch kelgan chog'imda uning so'zlari qanchalik qimmatli ekanligini anglab yeta boshladim. Men o'shanda bobomning menga nima demoqchi bo'lganlarini tushundim. Bobom deyarli 100 ga to'lgan, uzun soqollari oqargan donishmand inson edi. U quyidagi hayot saboqlarini tushunib yetishimni istagan edi. Har qanday ishni boshlashdan avval Allohning rizoligini o'yla. Aks holda qilgan ishlaringning hammasi behuda bo'lib zoye ketadi. Hech qachon birovga o'xshashga harakat qilma. Zero oltinning qimmatligi noyobligidadir. Temirning arzonligi ko'pligidandir. Birovning uyiga kirganda ko'z va tilingga ehtiyot bo'l. Hayotda o'zing to'g'ri deb bilgan ishni qil. Odamlarning fikri har kuni o'zgaradi. Mol dunyo topaman deb o'zingni qiynoqqa solma. Foyda-yu ziyoninga o'zingni urib, obro'yingni to'kma. Yaxshi insonni kut, ammo insonni yaxshi bo'lishini kutma. Har kuni tabassum qilishga odatlan. Muammolaring sen o'ylaganchalik ko'p emas. Vaqt deyarli hamma narsani davolaydi. Kimnidir muhokama qilishdan avval u bosib o'tgan yo'lni bosib o't. Insonlarni unutishni o'rgan, xuddi ular seni unutgani kabi. Qanchalik ko'p boshqalar uchun o'zingni qurbon qilsang, shunchalik keraksizga aylanib qolasan.